Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Yuksaklik sari kanali va biz 2030-yilgacha Yer sayyorasiga xavf tug'diradigan 5 ta asteroid haqida gaplashib o'tamiz. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lishni va like tugmasini bosishni unutmang. Agar siz tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Beshligimizni 2000 SC344 nomli asteroid boshlab beradi. Bu kichikroq asteroid bo'lib, diametri taxminan 37 metr. U 2000-yilgacha aniqlangan va Yer bilan yaqin o'xshash orbital yo'ldan harakatlanadi. NASA ma'lumotlariga ko'ra, bu asteroid 2030-yil 22-sentyabr kuni Yerga yaqinlashadi. Urilish ehtimoli hozircha juda past deb baholanmoqda. Ammo bu asteroid qiziqarli, chunki u ilgari sun'iy obyekt deb o'ylangan edi. Uning tabiiy kelib chiqishi va harakati hali ham to'liq aniqlanmagan. Shunga qaramay, bu asteroid Yerga tushsa, u bir necha megatonni portlashga teng zarba kuchiga ega bo'lishi mumkin. Bu esa kichik shaharcha yoki sanoat hududlarini vayron qilishi mumkin deganidir. 4-o'rin 2023 DW asteroidi. Bu asteroid 2023-yil fevral oyida aniqlangan bo'lib, u diametri 50 metr atrofida bo'lgan kichik asteroid hisoblanadi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, u 2026-yil 14-fevral kuni Yerga yaqinlashishi mumkin edi va urilish ehtimoli mavjud deb taxmin qilindi. Hatto Tarino shkalasi bo'yicha birinchi darajaga ko'tarilgan edi. Biroq keyinchalik orbital hisob-kitoblar aniqlandi va 2023 DW ning 2026-yilda Yerga urilish ehtimoli 0 ga teng deb belgilandi. Shunga qaramay, bu asteroid o'zining kichik o'lchamiga qanoat qilmaydi. Tunguska hodisasiga o'xshash zarba kuchiga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni biror katta shaharga tushsa, jiddiy talofat yetkazadi. 3-o'rin 1999 AN10. Ushbu nomdagi asteroid 1999-yilda aniqlangan bo'lib, uning diametri 800 metrga yaqin. Ushbu asteroid Yerga nisbatan juda yaqin orbita bo'ylab harakatlanadi va 2027-yil 7-avgust kuni Yerga taxminan 388 ming kilometr masofada yaqinlashadi. Bu Oyga bo'lgan masofaga juda yaqin. Hozirgi hisob-kitoblarga ko'ra, bu asteroid Yerga urilmaydi. Lekin yaqin o'tishi olimlarga u haqida ko'proq ma'lumot to'plash imkonini beradi. Uning massasi va tezligi hisobga olinsa, u Yerga urilgan taqdirda mintaqaviy yoki global darajadagi falokatga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois u doimiy tarzda kuzatiladi. 2030-yilgacha hech qanday urilish ehtimoli aniqlanmagan. Ammo kelajak uchun ehtiyot chorasi sifatida e'tibordan chetda qolmaydi. 2-o'rin 2007 FT3. 2007 FT3 bu 2007-yilda aniqlangan va diametri taxminan 340 metr bo'lgan asteroiddir. NASA ma'lumotlariga ko'ra, u 2030-yil 3-mart kuni Yerga yaqinlashishi mumkin. Uning orbital yo'li to'liq aniqlanmagan, chunki kuzatuvlar faqat bir kun davom etgan. Shuning uchun bu asteroid yo'qolgan asteroid deb hisoblanadi. Shunga qaramay, ehtiyot chorasi sifatida NASA uni Central Risk Table ro'yxatida saqlab turadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, uning Yerga urilish ehtimoli bitta holatda 11 millionda 1 deb baholangan. Bu juda past ehtimol, lekin uning o'lchami tufayli u Yerga urilsa, bir nechta shaharni butunlay yo'q qilishga qodir. Va nihoyat 1-o'rin Apophis. Apophis hozirgacha aniqlangan eng mashhur asteroidlardan biridir. U 2004-yilda kashf etilgan bo'lib, diametri taxminan 340 metrni tashkil etadi. Bu asteroid 2029-yil 13-aprel kuni Yerga juda yaqin masofada, ya'ni taxminan 32 ming kilometr uzoqlikda uchib o'tadi. Bu masofa ba'zi sun'iy yo'ldoshlar harakatlanadigan balandlikdan ham past. Dastlabki hisob-kitoblarda Apophis 2029-yilda Yerga urilishi mumkin deb baholangan edi. NASA ushbu ehtimolni 2,7% deb e'lon qilgan. Bu juda katta xavf sanalgan va asteroid Tarino shkalasi bo'yicha 4-darajaga ko'tarilgan. Bu darajaga chiqqan yagona asteroid bo'lgan. Ammo keyinchalik orbital o'lchovlar aniqroq bo'ldi va 2021-yilda NASA Apophis 2030-yilgacha, hatto 100 yildan ortiq muddatga ham Yerga urilmaydi degan xulosaga keldi. Video so'ngida xulosamiz shuki, ushbu asteroid hozirgi kunda juda ko'p insonlar tomonidan muhokamaga uchradi
Ya'ni dunyo aholisi ushbu asteroiddan xabardor bo'lishdi. Shu bois Google saytida juda ko'p qidiruvlar amalga oshirildi. Agar siz hozir Google saytiga kirib 2029-yil deb qidiradigan bo'lsangiz, sizga ushbu asteroidning rasmlari kelib chiqadi. Do'stlar, bugun sizlar bilan 2030-yilgacha Yerning taqdiri qanday bo'lishini, asteroidlar, meteoritlar unga qay darajada ta'sir ko'rsatishi haqida gaplashdik. Koinot cheksizdir. U yerda nima bo'layotgani faqat Yaratganga ayon. Xavfli asteroidlar esa hali hanuz olimlar tomonidan o'rganilmoqda. Biz bugungi kunimiz bilan yashashimiz kerak. Kanalimizga obuna bo'ling. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizni rivojlanishimizga turtki bo'ladi. Xayr, sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha